Aka bitta falon dachada, falon pulli dachada mana shunaqa kafil ko'rdim, kerakmi grant? Aha. U qanaqa edi u? Mana siz ko'rganingiz aniq ispanskiy kafil bo'lgan. Bu o'zi kechagina ishlab chiqarildi. Xitoy совместный ispanskiy dizaynda 60x60 razmeri 99 mingdan. Siz ko'rganingiz kamida $25 baland bo'lgan. Hozir 3 barobar pashta arzon bo'lyapti, to'g'rimi? Shunaqa. O'zimizda ham o'sha ishlab chiqarish kuchayib boryapti. Rost mana tosh effektini o'xshatib. Gap bo'lishi mumkin. Qarang, men uyimda burchatkada mashina kirib chiqadi, yuvganimda burchatkan bor, rangi o'chib qolyapti-da. Bu unaqa emasmi? Yo'q, buni любой ximikat bilan yuvasiz. 1200 gradusda pishib chiqqan 7 tonnagacha yuvib ko'taradi, balon o'zi qolmaydi. Bemalol любой ximikatda yuvsangiz bo'ladi. Buni ko'proq quvlik ishlatish kerakmi, restoran dachilaganmi? Oka hamma yoqqa birdek chiroyli yarashib turadi. Hozir restoranlarda mana shunaqa dizaynlar kuchayib boryapti-mi? Milliycha. Tabiiylik. Ha, tabiiylik. Xullas, bularni bemalol restoran, terrasa, balkon, dacha qismlarga ham ishlatsa bo'ladi. Eng zo'r tarafi aka, stikiga besh ketdi. Stiki, oka, Morvoq, bitta stikini ham ko'rsatgan, qarang. Vahshiy bilinmayapti-da. Xitoyliklar ishlab chiqaryapti vodiyda. Xullas, kvadratini 99 ming qilib berasiz. 99 mingdan. Akam nomerini yozib qoldiraman. Yangi mahsulot, kecha chiqqan mahsulotni sirazi narxini qo'yib sizlarga aytamiz. 99 ming so'm. Akamga aloqaga chiqib xarid qilinglar. Kelaverasizlar.